Toshkent viloyatida kuchli ta'sir qiluvchi dorilar savdosiga chek qo'yildi. Yevropa kinolaridagi detektiv sahnalarni eslatadigan bu tezkor tadbirda butun boshli jinoiy zanjir fosh etildi. Eng achinarlisi shundaki, ayol o'z manfaati yo'lida 13 yoshli jiyanini ham vositachi qilgan. Toshkent tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda 1985-yilda tug'ilgan ayol nazoratdagi xaridorga kuchli ta'sir qiluvchi dori vositasini yetkazib berish vaqtida qo'lga olindi. Lekin uning qo'li bilan emas, 13 yoshli qiz jiyani orqali. Ming afsuski, har qanday qabihlikdan tap tortmagan ayol onalik va insoniylikni ham bir chetga surib qo'ygan. Agar tezkor xodimlar bu lahzani o'tkazib yuborganida, yana qancha bolalar va oilalarning taqdiri xavf ostida qolishini tasavvur ham qilish qiyin. Uning xonadonidan 162 dona qiymati 20 million so'mdan ortiq kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari topildi. Tezkor guruh shundan so'ng zanjirning navbatdagi bo'g'inini topishga kirishdi. Ma'lum bo'lishicha, bu ayolni dorilar bilan ta'minlab turgan 2 nafar shaxs Toshkent shahrida yashaydi. Ular ham nazoratdagi xaridorga 278 dona dorini 23 million so'mga sotish vaqtida qo'lga olindi. Ularga tegishli avtomashina va xonadonlardan yana 67 dona dori vositasi chiqdi. Hammasi yashirincha aylanmada yurgan. Dorilar oqimi qayerdan boshlanib, qayergacha yetganini aniqlash uchun tezkor tadbir Farg'onada ham davom ettirildi. Yashirincha saqlangan 738 dona dori 44 million so'mlik savdoning navbatdagi ayyorona rejasi bo'lgan. Tezkor tadbirda dang'aralik 39 yoshli ayol va qo'qonlik 35-39 yoshli erkaklar shu zahot ushlangan. Shu tariqa Toshkent viloyati huquqni muhofaza qiluvchi organlar 1343 dona qiymati 150 million so'mlik dorilarni aylanmadan chiqardi. Bu minglab insonlarning hayotini saqlab qolish, ularni kuchli ta'sir qiluvchi dorilar quligiga tushib qolishdan saqlash demakdir. Hozirda holat yuzasidan 6 ta gumonlanuvchiga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 251-moddasi kuchli ta'sir qiluvchi yoki zaharli moddalarni qonunga xilof ravishda muomalaga kiritish jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mo'tabar Nurmuhammedova, Zohidjon Mamasoliyev, Toshkent viloyatidan.